Xalq tilida aytiladigan jo'ravik kasalligining oxirgi vaqtda ayollar va erkaklarda ko'p uchrayotganligi haqida nima deya olasiz? Albatta, bu kasallik jo'ravik xalq tilida aytiladigan kasallik, fan tilida, tibbiy tilda lipoma deyiladi va boshqa turlari, ateroma, ko'p turlari uchraydi. Bu kasalliklar oxirgi vaqtda rostdan ham juda ko'p va ko'p murojaatlar kelib tushmoqda va ambulator jarrohlik amaliyoti vaziyatiga bog'liq holda statsionar jarrohlik amaliyoti davom muolajalar o'tkazilmoqda. Xo'p, bu kasallik nima o'zi? Bu kasallik jo'ravik, bu ya'ni yo'q to'qimasdan paydo bo'lgan kista. Bu qachon va qanday paydo bo'ladi? Bu kasallik kelib chiqish sabablari turli xil va ko'p sabablarga ega. Bu yuqorida aytib o'tilgan boshqa kasalliklarda bo'lgani kabi, bu birinchi o'rinda inson organizmining immunitetini ahamiyati katta. Immunitet pastligi, qonning quyuqligi va qonda mikroelementlar yetishmasligi va eng yana bitta muhim sabablardan bittasi bu gormonal almashinuvning buzilishi. Bu gormonal almashinuvning buzilishi natijasida metabolizm buziladi va metabolizm buzilishi natijasida shunaqa kapsula bilan, ya'ni qopchasi bilan o'ralgan kistalar, yog' to'qimasi, yog' moddasi bilan usti qoplangan qopchasi bilan hosilalar va kistalar paydo bo'ladi. Bu kistalar odatda bezovta qilmaydi. Qachonki tashqi ta'sir bo'lsa, ya'ni massaj qilsa, uqalashlar bo'lsa, yo travmalar, udarlar bo'lsa, yo ezishlar bo'lsa, bu ikkilamchi infeksiya tushishi natijasida, yiringlashi natijasida yiringlagan kistalarga aylanadi va bunda shoshilinch jarrohlik amaliyot ko'rsatish tavsiya etiladi. Bu oxirgi vaqtlarda ko'payishi sabablaridan yana bittasi ekologiyamizni ham kiritib ketsak bo'ladi. Chunki toza kislorod va ko'p keraksiz moddalarda tashqi muhitda borligi tanaga, ya'ni odam organizmiga ta'siri va juda ko'p kerakli moddalar o'z vaqtida foydali oqsil, mikroelement, vitamin moddalarini organizmda har kunlik ovqatlanish ratsionida to'g'ri organizmimizga kirita olmaganligimiz sabablarini ham ko'rsatishi mumkin. Va yuqorida aytganimiz kabi immunitetda ahamiyati birinchi o'rinda. Ya'ni bu tashqi muhitdan ta'sir bo'ladigan mikroorganizmlarni, bakteriyalarni o'sha ikkilamchi jo'ravik, ya'ni o'sha lipomaga tushib qolish natijasida yiringli jarrohlik kasalliklari avj oladi va shu shikoyatlar bilan jarroh shifokoriga murojaatlar juda ko'payadi va bu yoqda tuzalish ham sal kech bo'ladi. Sababi kasallik rivojlanganda, o'sha kistaga infeksiya tushganda o'sha kistani qopchasi va atrof to'qimalariga yallig'lanish jarayoni kuchayib ketadi va yiring to'planadi. Yetilmagan yiring bo'ladi va u yoqda shishish avj olganligi, reaktiv holatlar shakllanganligi sababli immunitetga bog'liq holda bosqichma-bosqich jarrohlik amaliyoti bilan tuzatiladi. Va tibbiyotda davolash va tashxislash standartlaridan keltirib o'tilgan rejali ravishda bu kistalarga infeksiya tushmagan holda ham rejali ravishda jarrohlik amaliyoti o'tkazib xolis bo'lishi mumkin. Ya'ni jarrohlik amaliyoti orqali oldirib tashlash mumkin.